Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qaysidir zamonda Nasriddin afandi yashagan ekan. Uning devor darmiyon bir qo'shnisi bo'lgan ekan. U juda boy, haddan tashqari o'ziga bino qo'ygan, ko'ngli tor odam bo'lib, turli bahonalar bilan afandining ko'zini ochirmas ekan. Afandi qo'shnim ranjimasin deb uni ko'ngliga qarab kelaverar ekan. Shunday kunlarning birida ertalab boy yana afandiga baxtga ketibdi. Voy Nasriddin! Voy, nima? Anavi xo'rozing tong sahardan qichqiraverib, bezor qilardi. Yo'q, Ha, shu bugunoq yo'qotmasang, uni o'zingdan ko'r. xo'p bo'ladi. Tez bo'l. Iloj qancha? Qo'shnini rozi qilish kerak. Afandi noiloj yakka-yu yolg'iz xo'rozini olib bozorga ravona bo'libdi. Afandi xo'rozini yaxshi ko'rar, undan ayrilgisi kelmasdi. Lekin Axir bo'ladi. afandi xo'rozidan ayrilganiga ezila-ezila uyiga qaytibdi. Kech kiribdi, tong otibdi. Kunlar shu tariqa bir-birini quvib o'taveribdi. Endi saharlab xo'roz qichqirmas, hech kim boyni uyqusini buzmas edi. Afandi ham boyni xarxashalaridan qulog'i tinchib, xayriyat, qutuldim deb o'ylardi. Ammo kunlarning birida boy yana afandiga dag'dag'a qilibdi. Oy, menga qara. Anavi daraxting hovlimga soya solyapti. Hoziroq kesib tashlamasang, umringni zindonda chiritaman. Afandi nochor qo'liga bolta olibdi. Hoy dadasi, shu o'rikni hosiliga ro'zg'or tebratib turibmiz-ku. Kesib tashlasangiz keyin nima qilamiz? kesmasak boydan qutulmaymiz-da. Boyga ham boqqan balo bormikin? Afandi zora shu bilan qulog'im tinchisa deb o'ylabdi. Lekin sal o'tmay boyniki yetmaganday uni tannos xotini burnini jiyirgancha shang'illab qolibdi. Qo'shnini hovlisidan nuqul tezak hidi keladi. Jonimga tegib ketdi. Voy. Ha, nima gap? Bu yerdan ko'chib ketmasak qutulmaymiz shekilli. Bo'ldi bas. Indamasam juda haddan oshib ketishdi bular. Voy, nima qilmoqchisiz? Bu yog'ini menga qo'yib ber. Shu kuni afandi miyasiga kelgan fikrdan suyunib, devori tirqishidan mo'ralagancha boyni hovlisiga chiqishini poylab. Ha, ovozingdan seni. Hashamdor kiyingan boyni ko'rishi bilan atayin unga eshittirib gap boshlabdi. Ey Xudo, menday bir faqir bandanga rahming kelib, osmondan 1000 tanga tashlasang nima qilarkin, ha? Lekin aytib qo'yay, agar 1000 tangadan 1 tanga kam tashlasang ham olmayman, ha? Voy. Voy laqmaye. 1 tanga kam bo'lsa ham olmasmish. Qara, ko'raylik shu. Afandi
devor tirqishidan mug'ombirona kuzatib turar ekan. Boy hamyonini og'zini boylab, devor osha afandini hovlisiga tashlabdi. Hamyon jiringlab yerga tushibdi. voy xudoyimdan aylanay. Afandi shu zahotiyoq tanga, tangalarni uch sanay tanga, boshlabdi. 4 tanga, 5 tanga, Afandi endi nima qilarkin deb 997, quloqini devorga tutib 998, poylab turar ekan. 999. Ey xudo, 999 tanga ekan. Iloji qancha? O'zimni bir tangamni qo'shib, 1000 tanga qilaman qo'yaman-da endi. Nima? Afandi hamyonni qo'yniga solib, kula uyga boy kirib bo'ldim, ketdi. qo'ydim. Boy nima qilib qo'yganini o'ylab fig'oni chiqibdi. Alamdan ich etini yeya boshlabdi. Oxiri chidolmay qo'shnisinikiga yugurib chiqib, jon jahdi bilan afandini eshigini taqillata boshladi. Och! Afandi bu payt tangalarni qaytadan sanab o'tirgan ekan. Oshyapman Nasriddin. Sen meni laqillatding. Afandi pul to'la hamyonni shoshmasdan sandiqqa yashiribdi-da. Yashiribdi-da. Eshikni ochgani Hozir, kim u? Keling bu Hoziroq pul to'la hamyonimni qaytarib ber. Xudoni o'zi menday faqirga osmondan inom tashladi. Shuni ham tortib olmoqchimisiz, uyat-e? Uni men tashladim. Yo'q-e. Sinamoqchi bo'lib, qo'lingga Nima 999 tangalik Yer hamyonimni to'pini bering. tashladim. Sen lafzingda turmading. Hamyonimni olib qo'yding. Boring. Menga pulni Xudo berdi, siz emas. Shunaqami hali? Ha. Unda hoziroq men bilan qo'zixonaga borasan. Uzoqqa piyoda borishga xushim yo'q. Bo'pti. Yaramas. keyin boy hovlisidan chiroyli zotdor otini yetaklab chiqdi. Oy harom o'lgur. Yur deyapman. Yur. Yur deyapman. Yursenki. Oy to'xta qayoqqa? Shu yerda tur. Tek tur. Senga o'zimni otimni berib turaman. Bu yirtiq yamoqda ot minishga uyalaman, boy ota. Bormayman. Ma. Shunday qilib, ochko'z boy noiloj hashamdor libosini afandiga yechib beribdi. O'zi esa uni qirq yamoq kiyimlarini kiyib olibdi. Qo'ymadingiz-da, boy ota. Qozixonaga borsak, bora qolaylik, mayli, debdi afandi. Shu tariqa ular yo'lga tushibdi. Yo'lda uchragan odamlar zotdor ot ustida viqor to'kib ketayotgan afandiga ehtirom bilan salom berib o'tisharmish. Haqiqatdan ham yo'l juda olis ekan. Ular uzoq yurishibdi. Nasriddin gerdaygancha zotdor ot minib borar. Uni eski tuskisini kiyib olgan boy esa yonida pildirab olib ketayotganmish. Va nihoyat ular qozixonaga ham yetib kelishibdi.
kelasiz. Xo'sh, huzuringizga adolat istab keldik. Qozi ham afandilar aslzoda boylardan biri deb Qulluq. ehtirom bilan kutib olibdi. Kelibsiz muhtaram boy. Tortinmay aytavering, bizga nima xizmatingiz bor? Ey adolat posboni. Kamina bir halol, diyonatli insonman. Lekin mana u faqir kishi sen mendan 999 tanga qarsan deb huzuringizga qo'yarda qo'ymay boshlab keldi. Ha, qani aytchi, shu gap rostmi? Ha, u ey xudo menga 1000 tanga tashla, lekin 1 tanga kam bo'lsa ham olmayman deb turgan edi. Uni sanamoqchi bo'lib hamyonimni tashlagandim, labzida turmay pulimni olib qo'ydi. Tushunmadim. Tuhmat-e. Qo'yib bersangiz bu kazzob eynimdagi to'nimni ham meniki deyishdan toymaydi. Ha, meniki. Soqchilar! Yo'q. Qozi afandini tavoze bilan kuzatib chiqib. Albatta. Nasriddin afandi zotdor otni minib xirgoyi qilgancha uyiga yo'l oldi. Kechga yaqin fe'li tor, ochko'z boy, yuz ko'zlari shilingan, egni boshi yirtilgan, aftoda bir ahvolda oyog'ini sudray zo'rg'a uyiga qaytib kelibdi. U afandini hovlisi tomon qo'rqib qarab qo'yib, uyiga kirib ketibdi. Ertasiga tong sahardayoq lash-lushlarini yig'ib xotini bilan allaqayoqlarga jo'nab ketibdi. Afandi xasis qo'shnisini shunday boblagan ekan. Shunaqa.